Domla, assalomu alaykum. Kech qolmadimmi? Ha, bugun yakshanba bo'lsa, pishirib qo'yibdim bo'dda senga, tog'dir. Da, bilaman, sizlarga ham oson emas. Dam olish kuni ham ish. Ajabo. Odammisizlar o'zi. Xizmatimni tashisan, sassovga ham ravo ko'rmayman. O'sha magistrni ham bitirdim, oldinroq qat'iy. Peshani itelagan bo'lsa, menda nima ayb? Yo. Sizga kiraman deb 12 yil o'qidim, lekin topganim uni tazgoh qilishga ham arzimaydi. Sudga o'zing tanlab kirgansan. Sen bilarding-ku, qanaqadir qivizini kubigini emas, IQ darajamni oshirishga uringanim, lekin dekan mani 4 soqolimni deb orqa qo'yargandi. Sen nimadir dedingmi? Nimadir qildingmi? Lamating. Nima bir kamin bir yutib bering men senga? Balkim sovning ham yo'qdir. Namuncha o'zingni oqlamasin, tunlar uxlamasdan, yeb ichmasdan, padariyat to'lagan kontragim ko'yib achsiyene bo'lib ketganimda sen nima qilding? Ha. Men senga Harry Potter emasman. Lekin tayog'ing bor-ku. Diplom kerak emasligi haqida oldindan bilgansan. Da, o'zimda ham diplom yo'q. Talabalar chet davlatlarda kelajakda odam bo'ladi deb o'qishyapti. Esli diplom, ne нужен bo'lsa, ularni kim ishga oladi? Manga. Diplomni sotib olsa ham bo'ladi. Sani bilmayman, prosta tak ishimga qiziqmas. Soqqani shirinligidan xususiylar ham ko'payib ketdi. Bu haqiqatni senga oldinroq aytishim kerak edi, bilaman. Kechir, sen bilan bitta kemadamiz. Ishon menga. Kechir. Men sendan motivatsiya olishga kelmadim. Qani mani diplomim. Nima? Qani u? Qandaydir deputat kelib soqqasini qistirib olib ketdi. Men отказ qiluvdim. Kartamga tashabdi qo'ymay kreditga ichib ketib qopti. Menda ayb yo'q. Yon